iymon ne'matiga erishib turibmi, zimmasida gunoh dog'lari qilib qolgan kishilar gunohlardan poklanish uchun bir mazgil jahannamda qoladi. Bu kishilar Allohning afo qilishi va shafoatiga erishib, jazolari tugagandan keyin jahannamdan qutulib, jannatga noil bo'ladi. O kunda, ya'ni qiyomat kunida jannat ahli jannatga taklif qilindi. Jahannam ahli bo'lsa, jahannamga kirgiziladi. O kun nihoyat dahshatlik, azobliq, uzun bir kun bo'ladi. Balkim kunimizdagi millionlagan kunga to'g'ri keladigan bir kun bo'lishi mumkin. Shuningdek, bir mazgil jahannamda qilib, keyin jannatga kiradigan kishilar bor. Chunki mu'min kishi jahannamda mangu qolmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyati bilan suyimli payg'ambarimiz bizga bir manzarni tasvirlab mundoq deydi. Jannatga eng oxirida kiradigan kishi jahannamdan chiqqanda yiqilib yurib yo'l mangadi. Jahannamdan qutulib chiqqandan keyin meni sendan qutuldirgan Rabbimning shonu shavkati nima degan katta ha? Janob Alloh menga mendan burunqi va mendan keyingilarga qilmagan xayri ehsonni qildi. Ondan onunğa bir daraxt ko'rsatildi. Eliq kishi daraxtni ko'rib, Rabbim, meni bu daraxtga yaqinlashtirginki, men soyasida soyday, suyidan ichay. Alloh taolo, ey odam o'g'li, agar bu talabingni qondirsam, sen mendan yana boshqa narsa talab qilasan, deydi. Eliq kishi, yo'q, ey Rabbim, buningdan boshqa bir narsa talab qilmayman, dedi va uningdan boshqa bir narsa talab qilmaydiganligiga va'da berdi. Ulug' Alloh bandining taqatsizligini afv qildi va heliqi daraxtning ostida soyidishi, suyidan ichish uchun uni daraxtga yaqinlashtirdi. Ondan jannatning eshigining tubida oldingi daraxtdan texmi chiroyli bo'lgan bir daraxt o'stirildi. Bu daraxtni ko'rgan heliqi kishi, Rabbim, meni ashu daraxtning soyasida soyidishim va suyidan ichishim uchun meni ashu daraxtga yaqinlashtirib qo'ygan bo'lsang, sendan boshqa bir narsa talab qilmagan bo'lardim, deydi. Alloh taolo, ey odam bolasi, bayatın texi boshqa bir narsa talab qilmayman deb va'da bermaganmisan? Haqiqatan seni bu daraxtga yaqinlashtirib qo'ysam, yana mendan boshqa narsa talab qilasan, deydi. Eliq kishi yana ilgirkiga o'xshash boshqa bir narsa talab qilmaslikka va'da berdi. Alloh taolo qo'lining taqatsizligini bilib, uni afv qildi va daraxtga yaqinlashtirib qo'ydi. Ondan jannatning eshigidan u kishiga texmi chiroyli bir daraxt ko'rsatildi. Eliq kishi, Rabbim, ostida soyidishim, suyidan ichishim uchun meni bu daraxtga yaqinlashtirib qo'ygan. Sendan boshqa bir narsa talab qilmayman, deydi. Alloh taolo, ey odam bolasi, texi biroz burun boshqa narsa talab qilmaslikka va'da bermidingmi, deydi. Eliq kishi, Rabbim, endi sendan buningdan boshqa bir narsa talab qilmayman, deydi. Rabbi qo'lining taqatsizligini afv qilib, uni heliqi daraxtga yaqinlashtirib qo'ydi. Eliq kishi daraxtga yaqinlashtirilgandan keyin u yerda jannat ahlining ovozini anglaydi. Jannatning go'zalliklarini ko'rib, azroq sukut turdi-yu, yana chidayolmaydi-da, "Ya Rabbim, meni jannatga kirgizsang", deydi. Alloh taolo, ey odam bolasi, sening orzu talablaringni nima to'xtalaydi? Sana dunyoni yoki dunyoga o'xshaydigan biror narsani bersam, seni xushal qila olamdi, deydi. Eliq kishi, sen olamlarning parvardigori turib, meni masxir qilayotamsan, deydi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu hadisni rivoyat qilib o'tib, kuldi va atrofidagilarga, "Mening nima ish qilganimni so'ramamsizlar?" deydi. Atrofidagi kishilar nima ish qilding deb so'raganda, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kulgan edi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomdan nima ish qilganligini so'raganda bo'lsa, payg'ambar alayhisalom, "Alloh azza va jalla kulgan edi", deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq deydi. Eliq qulning bu savoliga qarata Alloh taolo, "Men seni masxir qilmayapman. Faqat mening xohlaganimni qilishga kuchim yetadi", deydi. Muslim rivoyat qilgan. Janob Allohning kulishini albatta insonlarning kulishi bilan qiyos qilib bo'lmaydi. Bu kulishning qanday bo'lganligini faqat va faqat Alloh taolo biladi. Shuning bilan Janob Alloh u kishining jannatga kirishiga ruxsat qiladi. U kishi jannatga kirganda uningga "Ma'u narsalarni tilagan" deb esiga kelmaydigan va bilmaydigan narsalar esiga selindi. Va u kishimi Allohdan ashu narsalarni tilaydi. Ondan yana "Ma'u narsalarni tilagan" deyiladi.
u kishimi uzun narsalarni talab qilib duo qiladi. Nihoyat u kishining butun arzu talablari tugaganda Alloh taolo u kishiga: "Bularning hammasi, yana bir hassisi, hammasi sening bo'lsin" deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu kishi jannatga eng oxirda kirgan kishi bo'ladi deydi. Buxoriy rivoyat qilgan. Rabbimiz hammamizni jannatga kirishga va Alloh azza va jallaning jamolini ko'rishga musharraf qilsin. Amin.